Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolisi biyagomizlarimizni yana dastavka qilmoqdamiz. Chorsu gul bozorlariga yana xudo xolisi har kunlik 2-3 reysdan biyagomizlar tarqatyapmiz. Biyagomizlarimiz mana 05lik yilda o'tgan, juda ham sifatli. 1 yil davomida Kaliforniya cho'lchagini yegan, har qanaqa o'simlikka bemalol foydalansa bo'ladi. Tuproq unumdorligini oshirib beradi hamda hosildorlikka ham juda ham yaxshi samarasi bor. Mana hozir 1,5 tonna 10 kilolik, 5 kilolik hamda qo'shimcha qorishmalarimiz bor. Tayyor, bemalol tuvakka, urug'ni yoki gul ko'chatlarini bemalol eksangiz bo'ladi. Shundoq tayyor mahsulot. Tarkibida vermikulit, biogomiz, perlit, fosfor, tuproq va torflar bor. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol murojaat qilasizlar. Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin. Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolisi biyagomizlarimizni yana dastavka qilmoqdamiz. Chorsu gul bozorlariga yana xudo xolisi har kunlik 2-3 reysdan biyagomizlar tarqatyapmiz. Biyagomizlarimiz mana 05lik yilda o'tgan, juda ham sifatli. 1 yil davomida Kaliforniya cho'lchagini yegan, har qanaqa o'simlikka bemalol foydalansa bo'ladi. Tuproq unumdorligini oshirib beradi hamda hosildorlikka ham juda ham yaxshi samarasi bor. Mana hozir 1,5 tonna 10 kilolik, 5 kilolik hamda qo'shimcha qorishmalarimiz bor. Tayyor, bemalol tuvakka, urug'ni yoki gul ko'chatlarini bemalol eksangiz bo'ladi. Shundoq tayyor mahsulot. Tarkibida vermikulit, biogomiz, perlit, fosfor, tuproq va torflar bor. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol murojaat qilasizlar. Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.